Assalomu alaykum hammaga, hurmatli patsientlarimiz. Mana bugun bizlarning lisheniyamizda Tashiva Nashapoyimiz. U kishida reumatoidный artrit plus parallельно поясничный отделda грыжалari bor edi. 5 ta грыжasi bor edi. Начиная с первого поясничного отдела до крестцового первого отдела. Xudo xolasa, reumatoidный artrit kasalligi bo'lgani bilan remofaktor analizlari hammasi в пределах norma bo'lgandan keyin plazma terapiyani to'liq ola bildi. Mana bugun lisheniyani bitiryapti. O'zidan azdan birinchi qandoq kelgan, hozir o'zini qandoq chувствует etyapti, hammasini so'rab bilsangiz bo'ladi. Rahmat, Sahid. Nima edi? Juda ham yuramoq kelgan edim. O'tiramas edim. Nima dey, o'tirganda yig'lab yurar edim-da. Bir umidim sizdan edi. Rahmat. Mana bugun Xudoga shukr, o'zim kelib ketyapman. Xudoga shukr. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Yaxshi bo'lib ketdim. Xudo xolasa, yana kelaman. Atak rahmat sizlarga. Mestralarga ham rahmat. Yaxshi bari. Vrachlarga ham rahmat. Sahid, sizga вообще rahmat. Alloh shifosini bersin. Rahmat.